أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zulmni o'ziga harom qilgan va uni bandalarning orasida ham harom qilgan va o'zaro zulm qilmanglar deb buyurgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va zulmdan ko'p ogohlantirgan va adolat qilishlikda ummatiga o'rnak bo'lib ketgan odillarning ustozi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, ahli oilasiga va ashablariga salovat va salomlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo adolatga buyurib zulmni harom qilar ekan, zolimlarni yomon oqibatidan ogohlantirdi. Qur'oni Karimda marhamat qiladiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innamas sabilu alallazina yazlimuna an-nasa va yabghuna fil ardi bighayri haqq ulaika lahum azabun alim. Faqat odamlarga zulm qiladigan va yer yuzida nohaq haddilardan oshadigan kimsalargagina azoblash, jazolash uchun yo'l bordir. Insonni halokatga eltuvchi gunoh kabiralardan keyingisi yolg'onchi va zolim boshliqlik. Va la tahsabannalloha g'ofilan amma ya'maluz zolimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Allohni zolimlar qilayotgan narsalardan g'ofil deb o'ylamang. Faqatgina ularni ko'zlar dahshatdan qotib qoladigan kungacha kechiktirib turibdi xolos. Ya'ni zolimlar zulmlarni qilib yana jazosini olmay bemalol dunyolarni kezib yurgan bo'lsa, bu ularning holi yaxshiligidan emas. Alloh ularni zulmlarida yanada ziyoda bo'lishlari uchun qo'yib beryapti. Oxirida ularni bir tutganida qochgani joy topa olmay qolishadi. Kazalika akhzu robbika iza akhazal qura va hiya zolimah inna akhzahu alimun shadid. Robbingiz ahli zolim bo'lgan shaharlarni ushlaganda shunday ushlaydi. Uning ushlashligi qattiq va alamlidir. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum va afidatuhum hawa. U kun ular boshlarini osmonga ko'targan hollarida hisob kitob uchun chopurlar. Ko'zlari o'zlariga qaytmaydi. Dillari dahshatdan bo'm-bo'sh bo'lib qolaverdi. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Ular bir-birlarini qilayotgan munkar ishlardan qaytarmas edilar. Ya'ni munkar yomon ishlarni qilishar edi va bu ishlardan bir-birini qaytarishmas edi. Illallazina amanu va amilus solihati va zakarulloha kaseeran va intasaru min ba'di ma zulimu va sayalamu allazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Magaram iymon keltirganlar va solih amal qilganlar va Allohni ko'p zikr qilganlar va zulm ko'rgandan keyin nusratlanganlar mustasno. Zolimlar esa qanday oqibatga qarab ketayotganlarini yaqinda bilib olurlar deydi. Shuarolardan iymon keltirganlarni mustasno qilgandan keyin zolimlarning holini zikr qilyapti. Az-zulmu zulumatu yawmal qiyamah dedilar Rasul sallallohu alayhi vasallam. Zulm qiyomat kuni ko'p zulmatlar bo'ladi dedilar. Oysha radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki: Allohumma man waliya min ummati shay'a farafaqa bihim farfuq bih va man shaqqa alayhim fashuqqa alayh. Allohim, kimki meni ummatimni biror ishiga boshliq bo'lsa va ularga marhamatli bo'lsa, sen ham unga marhamat qilgin. Va kim ularga og'irlashtirsa, zulm qilsa, sen ham unga og'irlashtirgin dedi. Yana boshqa hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki: kullukum ra'in va kullukum mas'ul. Fal imamu ra'in va huwa mas'ul. Wal rajulu ra'in ala ahli va huwa mas'ul. Wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha va hiya mas'ula. Wal 'abdu ra'in ala mali sayyidihi va huwa mas'ul. Ala fa kullukum ra'in va kullukum mas'ul. Har biringiz boshliqsiz va har biringiz mas'ulsiz dedilar. Va imom, ya'ni amirlar boshliq va mas'uldir. Kishi o'z oilasiga boshliq va mas'ul dedilar. Ayol kishi erining uyida boshliq va mas'ul. Qul hojasini moliga boshliq va mas'ul dedilar. Va ogoh bo'linglarki, har biringiz boshliqsiz va har biringiz mas'ulsiz, ya'ni javobgarsiz dedilar. Podsholar qo'l ostidagi xalqdan mas'ul, javobgar.
ularni ijtimoiy, iqtisodiy va hatto diniy holatlaridan javobgar. Xalqiga yurtlarida emin-erkin ibodatlarni qilib, tirikchilik qilib yurishlarini ta'minlashligi kerak. Ularni dinlarini ta'lim olishliklariga sharoit qilib berishligi kerak. Shularni agar qilmasa, xiyonat qilsa xalqiga, boyliklarini o'g'irlasa, haqlarini poymol qilsa, zulm qilib islomiga amal qilishlariga to'sqinlik qilsa, Allohning qattiq iqobiga uchraydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Ma min abdin istar'ahu Allohu ra'iyatan falam yahutha bi nasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Alloh taolo biror bandasini xalqlariga bosh qilsa-yu, u ularga har jihatdan xolis bo'lmasa, jannatni hidini ham hidlamaydilar dedi. Hozirda din boshqa, siyosat boshqa deb odamlarni barcha huquqlaridan mahrum qilayotganlar, biror haqqini talab qilsa, siyosatga aralashyapsan deb jinoyatchi sanayotganlar ertaga qiyomatda dahshatli oqibatdan ogoh bo'lsin. Alloh taolo iqobi qattiq bo'lgan zotdir. Barcha ro'iylar mas'ul, din peshvolari mas'ul, xalqini barcha holatidan mas'ul. Agar ularga yuqoridagilar zulm qilayotgan bo'lsa, buni xalqiga yetkazish kerak. Zolimni zulmidan ogohlantirish kerak. O'sha boshliqlariga ham eslatish kerakki, zulm qilayotganini, oqibati yomon ekanligini. Agar shularni bilib turib yetkazmasa, xiyonat qilayotgan bo'ladi. Diniga ham, xalqiga ham. Otalar mas'ul, farzandlaridan, ayollaridan, ayniqsa ularni diyonatidan mas'ul. Har qanday holatda ularga dinlarini ta'lim olishini ta'minlash kerak. Agar zaiflik qilib yoki tirikchilik bilan qaramog'idagilarni oxiratini kuydirayotgan bo'lsa, Allohdan qo'rqsin. Farzandlari dunyo tashvishlari bilan bo'lib dinidan bexabar o'tib ketayotganligidan, ertaga Allohning va'idiga yo'liqib qolishlariga sababchi bo'layotganligidan Allohdan qo'rqsin. Bular sizni qaramog'ingizga oxiratlarini vayron qilib, nima bo'lsa ham dunyolarini obod qilishlik uchun berilmagan.